Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan boshlab pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qabul qilingan qaror nimani anglatadi, kimlarga tegishli bo'ladi? Kimlar pul olishi mumkin? Kimlar kutmasligi kerak va eng muhimi, bu pulni olish uchun qanday harakat qilish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor ota-onamiz, buva-buvilarimiz, nogironlik pensiyasi olayotgan yaqinlarimiz yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday yangiliklarda bir kun kechikish ham odamning pulini vaqtida ola olmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiya miqdori oshirilgani yoki qo'shimcha to'lov joriy qilingani haqida eshitadi, lekin aniq tushunmaydi. Bu hammaga beriladimi? Faqat ayrim toifalargami? Ariza yozish kerakmi? Bank kartaga tushadimi yoki naqd beriladimi? Agar tushmasa, qayerga murojaat qilish kerak? Natijada odamlar mahallaga boradi, pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qiladi, bankdan so'raydi, lekin har joydan har xil javob eshitadi. Endi 2 avgustdan qo'shimcha to'lovlar masalasida eng asosiy o'zgarish shuki, ayrim pensionerlar uchun to'lovlar qayta hisoblanishi, ijtimoiy yordam va kompensatsiya shaklidagi qo'shimcha mablag'lar ajratilishi. Ayrim holatlarda esa avval to'lanmagan yoki noto'g'ri hisoblangan summalar aniqlansa, ularni qayta ko'rib chiqish tartibi kuchaytirilishi mumkin. Men bu yerda juda muhim narsani alohida aytaman. Har qanday qo'shimcha to'lov avtomatik ravishda hamma pensionerga bir xil miqdorda beriladi degan xulosa qilish noto'g'ri. Qarorlarda odatda toifa, daromad, pensiya turi, ijtimoiy holat, yashash manzili, hujjatlar va hisob-kitob asos bo'ladi. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchi oddiy pensioner bilan nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning huquqi bir xil bo'lmasligi mumkin. Yolg'iz yashovchi pensioner bilan farzandlari bilan birga ro'yxatda turgan pensionerning ijtimoiy yordam olish sharti farq qilishi mumkin. Urush qatnashchisi, front o'rta mehnatkashi, nogironligi bo'lgan shaxs yoki kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lgan pensioner uchun alohida imtiyozlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bugun masalani bo'lib sodda tilda tushuntiraman. 1 avgustdan pensionerlar uchun qo'shimcha to'lovlar haqida gap ketganda odatda 3 ta yo'nalish bo'ladi. Birinchisi, pensiya miqdorining oshirilishi yoki qayta indeksatsiya qilinishi. Bu degani davlat inflyatsiya, narx-navoning oshishi va aholining ijtimoiy himoyasini hisobga olib, pensiya summalarini ma'lum foizga ko'taradi. Ikkinchisi, ayrim toifadagi pensionerlarga ustama yoki kompensatsiya berilishi. Bu, masalan, kommunal to'lovlar, dori-darmon, parvarish yoki ijtimoiy himoya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Uchinchisi, hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki oldin noto'g'ri hisoblangan fuqarolarning pensiyasi qayta ko'rilishi. Men oddiy misol keltiraman. Deylik, bir pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya olayotgan edi. Agar pensiya umumiy tartibda oshirilsa, uning pensiyasi ma'lum foizga ko'payadi. Masalan, 10% oshirilsa, va 20.000 so'm qo'shiladi va yangi summa 1.320.000 so'm bo'ladi. Lekin qo'shimcha to'lov degani har doim foizni oshirish emas. Ba'zan qat'iy summa bo'ladi. Masalan, alohida toifadagi fuqaroga oyiga 1.000 so'm yoki 200.000 so'm ustama belgilanishi mumkin. Ba'zan esa bir martalik to'lov bo'ladi. Ya'ni faqat bir oyda beriladi. Shuning uchun eng birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Bu to'lov doimiymi yoki bir martalikmi? Ikkinchi savol. Bu hamma pensionerga tegishlimi yoki faqat alohida toifagami? Uchinchi savol. Pul avtomatik tushadimi yoki ariza va hujjat talab qilinadimi? Mana shu 3 ta savolga javob topilsa, odam ortiqcha sarson bo'lmaydi. Birinchi navbatda yoshi katta bo'lib, o'zi hujjat ishlari bilan shug'ullana olmaydigan pensionerlarning farzandlari e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ko'pincha ota-onalarimiz menga baribir tushsa tushar, tushmasa mayli deb yuraveradi. Lekin 100.000 so'm pensioner uchun dori, non, elektr yoki gaz to'loviga yordam bo'ladi. Agar davlat tomonidan berilayotgan pul bo'lsa, uni vaqtida olish kerak. Ikkinchi toifa, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar masalasi ko'p hollarda tibbiy xulosa, nogironlik guruhi, qayta ko'rik sanasi va parvarishga muhtojlik holati bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironi bo'lsa, lekin uning tibbiy hujjatlarida ayrim ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, qo'shimcha ustama kechikishi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi bilan
bog'liq hujjatlari amal qilish muddatini tekshirib qo'yishi lozim. 3-toifa yolg'iz yashovchi pensionerlar. Yolg'iz yashovchi keksalarga ko'pincha alohida ijtimoiy xizmat, moddiy yordam yoki kompensatsiya ajratilishi mumkin. Lekin yolg'iz yashaydi degan holat og'zaki gap bilan emas, ro'yxat mahalla ma'lumotnomasi, oilaviy tarkib va boshqa hujjatlar bilan aniqlanadi. Masalan, amalda pensioner yolg'iz yashaydi, lekin ro'yxatda o'g'li, kelini yoki nabirasi ham shu manzilda turibdi. Bunday vaziyatda tizim uni yolg'iz yashovchi deb ko'rmasligi mumkin. Natijada imtiyoz chiqmaydi. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda bolalar yoshi, o'qishi, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani yoki o'qimayotgani hujjatlarining yangilanishi juda muhim. Masalan, bola 28 yoshga to'ldi, lekin universitetda kunduzgi bo'limda o'qiyapti. Agar o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin qayta tiklash uchun qo'shimcha vaqt ketadi. 5-toifa. Pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lgan fuqarolar. Bunday pensionerlar uchun ijtimoiy himoya choralari ko'pincha minimal daromad bilan bog'liq bo'ladi. Agar pensiya juda kam bo'lsa, qo'shimcha kompensatsiya yoki yordam olish ehtimoli yuqoriroq bo'lishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik bo'lmasligi mumkin, chunki oilaning boshqa daromadlari ham hisobga olinadi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli onaxon oyiga 1.100.000 so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda. Agar qaror bo'yicha yolg'iz pensionerlarga qo'shimcha kompensatsiya ajratilsa, bu onaxon ro'yxatda haqiqatan ham yolg'iz turishi, mahalla tomonidan tasdiqlanishi va kerak bo'lsa, ijtimoiy reyestrda ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Agar uning o'g'li hali ham shu uyda ro'yxatda qolgan bo'lsa, tizim xonadonda boshqa shaxs ham bor deb ko'rsatishi mumkin. Natijada onaxon qo'shimcha to'lovdan chetda qoladi. Bunday holatda o'g'il boshqa joyga ro'yxatdan o'tgani rasmiylashtirishi yoki real holatni tasdiqlovchi hujjatlarni mahallaga taqdim etishi kerak. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi pensioner ota 1.800.000 so'm pensiya oladi. U ish staji ko'p bo'lgan, lekin avvalgi ish joyidan ayrim arxiv ma'lumotlari pensiya hisobiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Agar yangi tartibda pensiya hujjatlarini qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'lsa, u arxivdan ma'lumot olib, pensiya jamg'armasiga topshirsa, pensiyasi oshishi mumkin. Masalan, ilgari 5 yil ish staji hisobga kirmagan bo'lsa, bu staj tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Natijada oyiga 100.000 yoki 200.000 so'mgacha farq chiqishi ehtimoli bor. Ba'zan oldingi davr uchun ham qayta hisob-kitob qilinadi, lekin bu qonunchilikdagi muddatlarga bog'liq. Uchinchi misol. Farg'onada 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaro pensiya oladi. Unga parvarish, dori-darmon yoki boshqa ijtimoiy yordam bo'yicha qo'shimcha to'lov belgilanishi mumkin. Lekin tibbiy xulosasi muddati tugagan bo'lsa yoki nogironlik guruhi bo'yicha ma'lumot elektron tizimda yangilanmagan bo'lsa, pul avtomatik tushmasligi mumkin. Shunda fuqaro bankni ayblaydi, bank esa bizga mablag' kelmagan deydi. Aslida muammo bankda emas, hujjatning tizimda ko'rinmaganda bo'ladi. 4-misol. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oila bor. Onasi 2 farzandi uchun pensiya oladi. Katta farzand 12 yoshga to'lgan, lekin institutda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Agar o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirilmasa, uning ulushi to'xtashi mumkin. Keyin ona nega pul kamaydi deb hayron bo'ladi. Sababi oddiy. Tizim bola 12 yoshga to'lganini ko'rgan. Lekin o'qiyotganini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Shuning uchun har o'quv yili boshida bunday hujjatlarni tekshirish kerak. Agar sizning pensiyangiz bank kartaga muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, bank rekvizitlaringiz va pensiya turi bo'yicha hech qanday o'zgarish bo'lmasa, ko'p hollarda qo'shimcha to'lov avtomatik hisoblanadi. Bunday vaziyatda har kuni idoraga borib navbatda turish shart emas. Eng to'g'ri yo'l avval rasmiy xabarlarni kuzatish, keyin bank ilovasi yoki SMS orqali tushumni tekshirish, agar belgilangan muddatda pul tushmasa, shundan keyin murojaat qilish. Lekin xavotir olmaslik degani beparvo bo'lish emas. Masalan, pensionerning plastik kartasi muddati tugagan bo'lishi mumkin, yoki bank kartasi bloklangan bo'lishi mumkin. Yoki pensioner yashash manzilini o'zgartirgan, lekin bu ma'lumot pensiya jamg'armasida yangilanmagan bo'lishi mumkin. Shunday holatlarda pul hisoblangan bo'lsa ham amalda olishda muammo chiqadi. Eng katta xato shuki, odamlar qo'shimcha to'lov chiqibdi degan gapni eshitishi bilan hammaga bir xil pul beriladi deb o'ylaydi. Amalda esa to'lovlar manzili bo'lishi mumkin.
manzili degani pul aynan ehtiyojmand yoki qonunda ko'rsatilgan toifaga beriladi. Masalan, pensiya oluvchi ishlayotgan bo'lsa, ayrim imtiyozlar unga tatbiq etilmasligi mumkin. Yoki pensioner boshqa ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsa, qo'shimcha yordam miqdori boshqacha hisoblanishi mumkin. Yana bir nozik jihat oilaviy daromad. Ba'zi yordamlar pensionerning shaxsiy pensiyasiga qarab emas, butun oila daromadiga qarab belgilanadi. Masalan, pensioner 1 million 200 ming so'm oladi, lekin u bilan bir xonadonda ishlaydigan 2 farzandi ro'yxatda turadi. Tizim umumiy daromadni ko'rsa, bu oila kam ta'minlangan toifaga kirmasligi mumkin. Pensioner esa amalda o'z pensiyasiga yashayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu farqni tushunish kerak. Davlat tizimi hujjatdagi ma'lumotga qaraydi. Og'zaki vaziyatga emas. Yana bir muammo arxiv staji. Ko'p pensionerlar sobiq kolxoz, zavod qurilish tashkiloti yoki kichik korxonada ishlagan. Ularning ayrim hujjatlari yo'qolgan. Muhrlar noto'g'ri, ish yillari to'liq ko'rsatilmagan. Pensiya hisobida har bir yil muhim bo'lishi mumkin. Agar odam 25 yil ishlagan bo'lsa-yu, tizimda 20 yil ko'rinsa, pensiya kam chiqadi. Qo'shimcha to'lovlar haqida gap ketganda ham, avval asosiy pensiya to'g'ri hisoblanganmi? Shuni tekshirish kerak. Shuningdek, bank orqali to'lov olayotgan pensionerlar karta va hisob raqamiga e'tibor berish kerak. Ba'zan pul tushgan bo'ladi, lekin pensioner SMS ulangani bilmaydi yoki eski telefon raqamiga SMS ketadi. Ba'zan qarindoshi kartani olib yurgan bo'ladi. Pensioner esa qancha pul tushganini aniq bilmaydi. Men mutaxassis sifatida doim aytaman, pensionerning puli pensionerning o'z nazoratida bo'lishi kerak. Farzand yordam berishi mumkin, lekin har oy qancha tushganini ota-ona bilishi shart. Bunda yangiliklar chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Pensionerlarga qo'shimcha pul chiqaramiz, kartangiz raqamini yuboring, SMS kodini ayting. Oldindan xizmat haqi to'lang degan gaplarga ishonmang. Davlat to'lovini olish uchun hech kim sizdan telefon orqali bank kartangizning maxfiy kodini, SMS tasdiqlash kodini yoki plastik karta PIN kodini so'ramaydi. Agar kimdir shunday ma'lumot so'rasa, bilingki, bu firibgarlik. Rasmiy murojaat faqat pensiya jamg'armasi bo'limi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki qonuniy bank kanallari orqali amalga oshiriladi. Telegramdagi noma'lum guruhlar tez pul chiqarib beramiz degan e'lonlar va ro'yxatdan o'tsangiz 5 ming so'm tushadi degan havolalar juda xavfli. Havolaga kirib, karta ma'lumotlarini kiritsangiz, hisobingizdagi pul yechib olinishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensioner yoki uning farzandi hozir nima qilishi kerak? Birinchi qadam, pensiya turi va miqdorini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bu juda muhim. Chunki har bir tur bo'yicha qoida boshqa bo'ladi. Oxirgi oyda qancha pul tushganini yozib qo'ying. Masalan, iyul oyida 1 million 150 ming so'm tushgan bo'lsa, avgustda qancha tushganini solishtirasiz. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilyaptimi, yashash manzili to'g'rimi? Bank kartasi muddati tugamaganmi? Telefon raqami faolmi? Pensiya oluvchi tirikligini tasdiqlash bilan bog'liq talablar bo'lsa bajarilganmi? Bularning hammasini ko'rib chiqing. Ayniqsa, chet elga chiqib ketgan yoki uzoq vaqt boshqa hududda yashayotgan pensionerlar bu masalada ehtiyot bo'lishi kerak. Uchinchi qadam, agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz, tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ing. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan shaxs guvohnomasi, yolg'iz yashovchi pensioner ekanini tasdiqlovchi ma'lumot, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, mahallaga murojaat qiling. Mahalla ko'p hollarda oilaviy holat, yashash sharoiti, ehtiyojmandlik va yolg'iz yashash holatini tasdiqlashda muhim rol o'ynaydi. Lekin faqat og'zaki aytish yetarli emas. Murojaat qilganda aniq gapiring. Men 1 avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha o'z holatimni tekshirtirmoqchiman. Mening ma'lumotlarim ijtimoiy reyestrda to'g'rimi? Oilaviy tarkibim qanday ko'rinmoqda? Qo'shimcha yordamga huquqim bormi deb so'rang. 5-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar pul tushmasa yoki sizncha kam tushsa, darhol janjal qilishga shoshilmang. Avval yozma yoki elektron murojaat qiling. Murojaatda quyidagilar bo'lsin: familiya, ism, otasining ismi, JSH shir raqami, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, oxirgi oylardagi tushum miqdori va savolning mazmuni. Masalan,
yil avgustdan belgilangan qo'shimcha to'lov menga hisoblangan yoki hisoblanmaganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam, bankni ham tekshiring. Agar pensiya jamg'armasi pul o'tkazilgan desa, bankdan hisobvaraq ko'chirmasini oling. Ba'zan tushum kartada ko'rinmaydi, lekin hisobda aks etgan bo'ladi. Ba'zan karta bloklangan yoki eski hisob raqamga bog'langan bo'lishi mumkin. Bank xodimidan aynan pensiya tushumi bo'yicha ko'chirma so'rang. 7-qadam, ish stajini qayta tekshiring. Ayniqsa pensiyaga chiqqaniga ko'p yil bo'lgan fuqarolar uchun bu muhim. Eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, buyruqlar, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, harbiy xizmat hujjatlari, bolani parvarish qilish davri bilan bog'liq hujjatlar pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Agar sizda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat topilsa, uni beparvo qoldirmang. 8-qadam, hamma narsani nusxalab qo'ying. Hujjat topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Telefon orqali aytilgan gap ertaga isbot bo'lmaydi. Yozma murojaat, elektron ariza raqami, bank ko'chirmasi, mahalla ma'lumotnomasi, bularning hammasi sizni himoya qiladi. Birinchi savol: qo'shimcha to'lov hamma pensionerga tushadimi? Men bunday javob beraman. Agar qarorda umumiy oshirish belgilangan bo'lsa, ko'pchilikka taalluqli bo'ladi. Agar manzilli yordam bo'lsa, faqat belgilangan toifalarga beriladi. Shuning uchun o'z toifangizni aniqlang. Ikkinchi savol: ariza yozmasam ham pul tushadimi? Ayrim to'lovlar avtomatik tushadi. Lekin hujjat talab qilinadigan holatlar bor. Masalan, yolg'iz yashash, o'qishda davom etish, nogironlik hujjati yoki arxiv staji bo'yicha avtomatik ma'lumot bo'lmasa, ariza kerak bo'ladi. Uchinchi savol: pul avgustning 1-kuni tushadimi? Har doim ham emas. Pensiya to'lovlari hududlar, banklar va grafik asosida amalga oshiriladi. Kimdir avgustda oladi, kimdir 5 avgustda, kimdir 10 avgust atrofida olishi mumkin. Muhimi, o'zingizning odatiy to'lov kuningizni biling. 4-savol: agar menga tushmasa, pulim yo'qolib ketadimi? Agar siz haqiqatan ham to'lovga haqli bo'lsangiz, murojaat qilib, qayta hisob-kitob talab qilishingiz mumkin. Lekin vaqtni cho'zmaslik kerak. Qanchalik erta murojaat qilsangiz, masala shunchalik tez hal bo'ladi. 5-savol: farzand pensioner ota-onasi nomidan murojaat qila oladimi? Odatda murojaat qilish mumkin, lekin ayrim hujjatlar uchun ishonchnoma talab qilinadi. Agar ota yoki ona yura olmasa, sog'lig'i yomon bo'lsa, vakillik hujjatini rasmiylashtirish foydali bo'ladi. Bu masala faqat pul haqida emas. Bu keksalarimizning hayot sifati haqida. Narxlar oshayotgan davrda pensiyaga qo'shimcha tushgan har bir summa real yordam beradi. Masalan, Big Etil 1000 so'm qo'shimcha pul bir oyga to'g'ri olishga yetishi mumkin. 200 ming so'm kommunal to'lovlarning bir qismini yopadi. 300 ming so'm esa yolg'iz pensioner uchun oziq-ovqat xarajatida katta farq qiladi. Shuning uchun bunday yangiliklarni mayda narsa deb qaramaslik kerak. Lekin men yana bir bor ogohlantiraman. Rasmiy manbalarni tekshirmasdan xulosa chiqarmang. Har qanday qarorning aniq matni, ijro tartibi, toifalar ro'yxati va to'lov mexanizmi bo'ladi. Odamlar orasida tarqalgan gaplar ba'zan noto'g'ri yoki bo'rttirilgan bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz shov-shuvga emas, hujjatga tayanish. Demak, avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar masalasi juda muhim. Lekin bu pul hammaga bir xil tartibda tushadi deb o'ylamaslik kerak. Kimning pensiyasi avtomatik oshadi, kimga alohida ustama chiqadi, kim ariza berish kerak, kim hujjatlarini yangilash kerak. Bularning hammasi pensionerning toifasi va ma'lumotlarning to'g'riligiga bog'liq. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangizning pensiya tushumini tekshiring, hujjatlarini ko'rib chiqing, bank kartasi ishlayotganini aniqlang. Agar imtiyozli toifaga kirsa, mahalla va pensiya jamg'armasi bilan bog'laning. Agar pul tushmasa, og'zaki gap bilan cheklanmay, yozma murojaat qiling. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qanday ma'lumot berilyapti? Pul tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa sizlar uchun pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.